Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz Andijondamiz. Akmaljon akamizni, Akmaljon usta degan kanalda yuritadigan Akmal akamiz bor. Ishlarni bir qator ko'rib, keting akalar ko'ryapsizmi ishlarni? Hamma joy-joyida. Liniyalar nima deyapti? Kamera ojizlik qiladi. Umuman bez ustun holatda Akmal akamiz tom qiyin ekan. Akmal akamiz oldiga kelamiz. Akmal aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Yaxshi, rahmat. Kanallarda vash portlatib o'ryapsiz aka, qattiq yurgizyapsiz. Aka, bitta savolim bor. Mana shu tomni mana bitirgan ekansiz, mana taxtadan ham firma to'qilgan ekansiz. Buni firmamiz uzunligi necha metr aka? 11,5 metr. 11,5 metr. Xo'p, bu 11,5 metr firma endi kommentlarda muhokamalar bo'ladi aka. Bu tomimizni ko'tarib turishligi mumkin. Ertaga bunga gipsakarton osiladi va qor yog'adi. Bu qanchalik ko'tarib tura oladi aka? Sinovdan o'tganmi? Bu firmalarimiz sinovdan o'tganligi to'sin terib loy bosilgan joylari ham bor bunaqa firmaga. To'sin tashab, hattoki ustiga strapil, shiper, tunika qoqilgan joylarimiz ham bor. Ular 5-4 yil mobaynida qor, loy bosilgan, hammasini xudo xolasa ko'tarib sinovdan o'tgan. 1 santimetr ham egilib qo'ygan emas. Ha, aka, o'zi firmangiz ham o'zi двойной to'qilgan ekan. Aka, nechtalik ugunlik u? 5 talikmi? 5 ga 5 ugunlik, qalinligi ham 5 lik. 5 stenka. Xudo xolasa aka, kanalingizni belgilab qo'yamiz. Mana shu Andijonni barcha joyidan aloqaga chiqursin aka. Albatta, albatta. Akamiz o'zi Andijonni territoriyasini, tomlarini yuradi. Biz ustozimizdan ko'p telefonlashib turamiz aka bilan. Xudo xolasa ishlari o'ta go'zal. O'zim men ham aka mana ishga ish o'rgangan keldim to'g'risi. Kam ko'tlarsa to'ldirib olaman deb. Xudo xolasa to'g'risida Akmal aka. O'ta kamtarlik. Kamtarlik emas. Yo, ko'rdim, men to'g'risi erinmaganda aka. Erinmagani bitta isbot mana aka. Strapilarni ko'ryapsizlar aka. Erinmay chopib keltirilgan mana. Ha, buni mehr bilan qo'rsa ham bo'ladi. Mehr bilan hamma ish bir dona muhabbat shurib, hammasi mehr bilan joyiga qo'yamiz inshaalloh. Xudo xolasa akalar, Akmal akamni kanaliga o'tiraverasizlar. Mana shu Andijon territoriyasida barcha ishlarni tindirib tashlaydi. Hattoki mana bu konvert joyini qarang. Konvert joy uzoqlik qilgani uchun mana bunaqalar qo'yib qo'yganman. Bu yoqni ko'rsatay mana. Bay. Oltinga teng ishlarda bular. Kundalanga bitta yog'och qo'yib, endi stoyka qo'ymaymiz bu yoqqa, stoyka tushmasa tushib qoladi. Bemalol o'ta udar holatda. Xullas, biz sizlar uchun yangiliklar qilishda to'xtamaymiz. Faqat sizlarni bizni pateshga qilib tursalar aka. Siz uyingizda bo'lmasa ham qarindoshingiz uyida bo'lsa ko'rishamiz aka. Sog' bo'lasizlar.